Rossiyada VPNsiz hayot boshlandi. Men boshida ishonmagandim. Mana o'zim sinab ko'rib, sizlarga ham o'rgatib qo'ymoqchiman. Diqqat bilan ko'ringlar. Bu videoni musofirdagi do'stlaringizga tez jo'natib qo'yinglar. Mana qaranglar. VPNim mana o'chiq turibdi jigarlar. Mana o'chiq turibdi, ko'ryapsizlar. Instagramga kiramiz. Ha, Instagram bez problem ishlaydi mana. Mana. Bez problem, bez задержка. Endi Telegramga kiramiz mana. Telegramga kiramiz. Men уже qanday настройка qilishni ko'rsatib qo'yganman. Buning uchun sizlarga bittagina UCell sim karta kerak bo'ladi. Yo uydan zakaz qilasizlar, sim karta yoki mana shu kanalimga kirsalaring qayerdan olishgacha ko'rsatib qo'yganman. Mana to'liq video ham bor jigarlar. Prosta mana Telegramda Furqat Bro deb izlasalaring chiqadi. Kirib bemalol mana profilda shapkasida ham silka bor. Mana shu to'liq videoni ko'rsalaring, qanday настройка qilishlarini ko'rsalaring, o'rganib olsalaring bo'ladi. Mana men realni o'zim настройка qilib olganman. Ko'rib turibsizlar, bez problem ishlayapti. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Megafon UCell. UCell Rossiyada Megafonni tarmog'ida ishlayapti. Bu eng nomeradin tarmoqlardan biri hisoblanadi, bilasizlar. Alisher Usmonovning Megafoni balkim shuni hisobiga ham shu UCell bilan yaqin shartnoma tuzganligi uchun hozir mana UCell kompaniyasi internet 5G bo'lib bez problem ishlayapti. Tez kiringlarda o'zlaring ham ustanovka qo'yinglar. Bez problem mana ko'chada ham, uyda ham nima deydi, bez VPN ishlatib yuringlar. Hamma tarmoqlarda Telegram, YouTube, Instagram va WhatsApp ham jigarlar.